Bu hikoya Ingush qizi tomonidan o'zining tushi haqida audio yozuvda aytib berilgan. Bu ko'plab insonlarni ko'z yoshga soladigan va juda ko'p narsalar haqida o'ylantiradigan haqiqiy hikoya. Mening tanamni kafanga o'rashdi. Va Aslan, Ruslan, Bisolt hamda Beslan uni ko'tarib ketishdi. Ular ko'tara boshlaganlarida men o'z tanamni ko'rmadim, faqat tanam ustida yotgan bir itni ko'rdim. Men yig'lab, ularning ortidan yugurib, "Sizlar mening tanamni emas, itni ko'tarib ketyapsizlar" deb qichqirardim. Lekin meni hech kim eshitmasdi va ko'rmasdi. Ular bu tanani yer bilan ko'mdilar, ustidan suv quydilar. Qabristondan oxirgi odam ketganidan so'ng, qabrim yonida bir maxluq paydo bo'ldi va u mening jonimni oldi. Men chiqib ketgan odamlarning ortidan yugurmoqchi bo'ldim, lekin harakatlana olmadim. U maxluq dedi: "Bu yoqqa kel, qabringga yot." Men unga yolvordim. U yerga yotishni istamasligimni aytdim. Yana bir kun berishni, avvalgi hayotimga qaytib hammasini tuzatishni so'radim. Lekin u meni tinglamadi va menga zanjir taqib, majburan qabrga tushirdi. Avval uxlab qoldim. Keyin aksirib birdan uyg'ondim va atrofimda faqat tuproqni ko'rdim. Juda qorong'i edi. Men ko'rdimki, ikki tomonimda yana ikki maxluq o'tirardi. O'ng tomonda juda yupqa kitob bilan bir maxluq, chap tomonda esa juda qalin kitob bilan bir maxluq o'tirardi. Keyin menga tushuntirishdi. Qalin kitob mening gunohlarim kitobi. Yupqa kitob esa mening savoblarim kitobi ekan. Lekin unda na namoz, na ro'za bor edi. Men o'yladim, nega mening savoblarim orasida namoz va ro'za yo'q? Axir hayotimda bularning barchasini bajargan edim-ku. Keyin ular gunohlarim kitobini ochishdi va har bir gunohni navbat bilan o'qib, qo'llaridagi o'tkir asboblar bilan meni sanchishdi. Menga go'yo 1000 yil u yerda yotgandek tuyuldi. Gunohlarimni o'qib bo'lishgach tanamga qaradim. Unda sog' joy qolmagandi. Tanam rang-barang bo'lib ketgandi. Shunchalik qattiq urishgandi. Keyin men butun insoniyatni bir zumda ko'rdim. Ularning barchasi ko'z o'ngimda turardi. So'ng juda chiroyli bir ovozni eshitdim. U arab tilida gapirardi. Lekin men aytilgan hamma narsani tushunardim. Ovoz dedi: "Mana bu kun ham yetib keldi. Endi bilib oldingizmi? Men sizlarning parvardigoringizman. Men sizlarga hayot beraman va men sizlarni o'ldiraman." Bu so'zlardan keyin u yerda turgan barcha odamlar yig'lay boshlashdi va Parvardigordan mag'firat so'rashdi. Ularning orasida 2 boshli odamlar bor edi. Boshqalari 2 tilli edi. Yana boshqalarning tanasida ilonlar bor edi va ular ularni yeb turardi. 4-chilari chumolidek kichkina edi va hamma ularning ustiga bosardi. 5-chilarning esa yuzlarida pastki tana a'zolari bor edi. Keyin menga aytishdi: 2 boshli odamlar hayotda ichkilik ichgan va chekkanlar. 2 tillilar odamlar orasida fitna qilganlar, g'iybat tarqatganlar. Chumolidek bo'lganlar Allohga quloq solmaganlar. Yuzida pastki tana a'zolari bo'lganlar, zino qilganlar ekan. So'ng Alloh hayvonlarni olib kelishni buyurdi. Hayvonlar qo'rquvdan qaltirab kelishardi. Alloh ulardan so'radi: "Sizlarning Parvardigoringiz kim?" Ular javob berishdi: "Sen bizning Parvardigorimizsan." So'ng Alloh ularni jannatga boradigan va do'zaxga boradigan guruhlarga ajratishni buyurdi. Hayvonlar orasida jannatga boradiganlar ko'proq edi. Keyin Alloh aytdi: "U 2 hayvonni, cho'chqa va itni jannatga kiritmaydi." Keyin Alloh payg'ambarlarni chaqirdi. Ular jami 25 ta edi. Ular ham juda katta qo'rquvda edilar. Alloh ularni kechirmasligidan qo'rqishardi. Shunda Alloh g'azablanib dedi:
agar men jannat va do'zaxni ko'rsatgan payg'ambarlarim shunchalik qo'rqayotgan bo'lsa, unda odamlarning holi nima bo'ladi? Keyin Alloh do'zaxni olib kelishni buyurdi. Men ichidan alangali uchqunlar chiqib turgan katta qozonga o'xshash bir narsani ko'rdim. Go'yo uning ikki ko'zi bordek edi. Alloh undan so'radi: "Sening xudoying kim?" Alanga javob berdi: "Sen mening xudoyimsan. Faqat sen yaratishing va o'ldirishing mumkin." Alloh dedi: "Unga eng yomon ko'rganlari o'ziga ishonmagan, uni tan olmagan odamlar ekan." Va alangaga ularni yutishni buyurdi. Qozondan alangali uchqunlarga o'xshash ko'plab qo'llar chiqib, u odamlarni yutdi. Men ularning qichqiriqlarini eshitdim. Keyin Alloh jannatga boradigan odamlar guruhini turishni buyurdi. Ular atigi 1% edi. So'ng Alloh do'zax eshiklarini ochishni buyurdi va odamlarni o'z oyoqlari o'sha tomonga tortib ketdi. Ular qichqirishardi, borishni istamasdi, lekin oyoqlari ularni majburan tortib ketardi. Men ularning qichqiriqlaridan deyarli kar bo'lib qoldim. Men Allohdan meni kechirishni, faqat bir kun yerga qaytib tuzatishimga ruxsat berishni so'radim. U yerda bir daraxt bor edi. Do'zaxga tushgan odamlar uning oldiga yugurib kelishardi. Undan tomchilar tushardi va ular shu suvni ichishardi. Bir tomchi qo'limga tushganda uning naqadar qaynoq ekanini his qildim. Lekin ular ichishardi, chunki boshqa suv yo'q edi. Bu hikoya Ingush qizi tomonidan o'zining tushi haqida audio yozuvda aytib berilgan. Bu ko'plab insonlarni ko'z yoshga soladigan va juda ko'p narsalar haqida o'ylantiradigan haqiqiy hikoya. Keyin Alloh dedi: "Do'zaxda ayollar ko'p bo'ladi. Ularning oz qismi hayotda erkaklar bilan zino qilganlar. Katta qismi esa tanasini yopmaganlar bo'ladi. Alloh buni ular uchun farz qilgan. Bu har bir musulmon ayol uchun eng muhim buyruqdir. Bu ayollar hayotda namoz o'qishgan, roza tutishgan, hamma ishni Alloh uchun qilishgan. Lekin faqat bitta narsani bajarmagani uchun Alloh ularning barcha savoblarini qabul qilmagan." Men so'radim: "Bu nima edi?" Alloh dedi: "Ular o'zlarini yopishmadi. Shuning uchun sening savoblaring orasida ham namoz va roza yo'q edi." Bu ayollar Allohdan yana bir kun yerga qaytishni yolvorib so'rashdi. Lekin Alloh g'azab bilan dedi: "Hayotlaringda nechta alomat berdim? Payg'ambarlar yubordim. Qur'on nozil qildim. Shuncha alomatlarga qaramay menga itoatsizlik qildingiz. Endi qaysi kunni so'rayapsiz? Har biringizning yoningizda iblis va uning guruhi bor edi. Ular sizlarni mendan uzoqlashtirdi. Shuning uchun sizlarni do'zaxga yuboraman." Olov yanada kuchayib alangalanib ketdi. Keyin Alloh mendan so'radi: "Yerda yashaganingda kimga quloq solding?" Parvardigorimga. Yana kimga? Ota-onamga. Yerda yashaganingda tanangni yopdingmi? Xohlagandim, lekin bir narsa xalal berdi. Nima? Onam qarshi edi. Alloh dedi: "Ota-onaga itoat qilish to'g'ri, lekin faqat ular Allohning buyrug'iga qarshi bo'lmaganida. Sen onangga quloq solding, lekin Parvardigoringga osiy bo'lding. Endi onang sababli do'zaxga tushasan. Yon!" deb meni olovga uloqtirdi. Bu dahshat edi. Men birorta ham musulmon buni boshidan kechirishni xohlamayman. Meni olovga tashlashganda o'ng quloqimdan kimdir "Qul huvallohu ahadni" o'qilayotganini eshitdim. Uni 3 marta o'qishdi. So'ng Qur'on o'qila boshlandi. Do'zax eshiklari ochildi va oppoq kiyimli, chiroyli yuzli,
uzun oqolli bir zot kirdi. U mening o'ng qo'limdan ushlab, meni u yerdan olib chiqdi. Men minnatdorchilikdan uning oyoqlarini o'pdim. Men Anyudan so'radim: "Men jannatdamanmi? Nega bu yer senga jannat bo'lib tuyulyapti? Do'zaxdan keyin bu yer ham jannatdek. Hamma narsani ko'rdingmi? Eshitdingmi?" "Ha. Ikkinchi marta buni ko'tara olmaysan. Alloh seni asradi va bir insonning duolari sabab gunohlaringni kechirdi." Aysi inson? Sening musulmon birodaring. U senga Qur'on o'qidi va Alloh seni kechirdi. Endi sen bu tushni hammaga aytishing shart. Uni yashira olmaysan. Avvalo, o'zini yopmaydigan ayollarga ayt. Yerga qaytgach, albatta o'ran. Bu xabarni musulmon opa-singillaringga yetkaz. Biz osmonga tushib kelayotganimizda, u qo'limni qo'yib yubormadi. Go'yo yiqilib ketishimdan qo'rqayotgandek. Ko'chamga yetganimizda, har bir uyning darvozasi oldida qora kiyimli maxluqlar turganini ko'rdim. Ular kim? Iblis guruhidagilar. Nega ular u yerda? Alloh bu uylardan farishtalarni uzoqlashtirdi va iblis xizmatkorlarni yaqinlashtirdi. Nima uchun? Chunki bu uylarda musiqa tinglanadi. Tirik mavjudotlarning suratlari osilgan. Yopilmagan ayollar yashaydi. Avvalo bu uylarning erkaklaridan opa-singillari, qizlari va xotinlari haqida so'raladi. So'ng xonamga kirdik. U qo'limni hanuz qo'yib yubormasdi. Xonaga kirib, o'zimni karavotda ko'rdim. Yonimda akam o'tirib, menga Qur'on o'qiyotgan edi. Men o'zim yig'layotganimni ko'rdim. Bu hikoya Ingush qizi tomonidan o'zining tushi haqida audio yozuvda aytib berilgan. Bu ko'plab insonlarni ko'z yoshga soladigan va juda ko'p narsalar haqida o'ylantiradigan haqiqiy hikoya. Mening xonamga yetib keldik. U hanuzgacha qo'limni qo'yib yubormas edi. Xonaga kirganimda o'zimni karavotda yotganimni ko'rdim. Yonimda esa akam o'tirib menga Qur'on o'qib berayotgan edi. Men o'zimning yig'layotganimni ko'rdim va meni kuzatib kelgan zotdan so'radim: "Agar mening jonim bu yerda bo'lsa, unda men qanday qilib yig'layapman?" U javob berdi: "Alloh seni kechirdi. Sen o'lmading. Endi sen bu tushimni hammaga aytishga majbursan. Agar buni qilmasang, bundan ham og'irroq azobni boshdan kechirasan." Hurmatli birodar va opa-singil, ushbu xabarni yaqinlaringga va tanishlaringga yubor. Allohga qasam, kimki buni eshitsa, iymoni kuchaysa, Alloh tomonidan uning savobi senga ham yoziladi. Bu video kuchli ogohlantirish va chuqur ibrat bo'lib, unda inson hayoti, o'lim, qabr, qiyomat va oxiratdagi holatlar tush orqali ko'rsatiladi. Asosiy maqsad odamlarni uyg'otish, gunohdan qaytarish va Allohga chin dildan tavba qilishga chaqirishdir. Video shuni ko'rsatadiki, inson faqat men namoz o'qiyman, roza tutaman deb o'zini xotirjam qilmasligi kerak. Chunki Allohning barcha buyruqlarini
to'liq bajarish farzdir. Ayniqsa ayollar uchun tanani yopish, hijob Alloh tomonidan buyurilgan muhim farz ekanligi ta'kidlanadi. Agar bu buyruq bajarilmasa, boshqa amallar, namoz, ro'za va yaxshi ishlar ham qabul bo'lmasligi mumkin. Video shuni ham o'rgatadiki, ota-onaga itoat qilish juda ulug' amal. Lekin agar ular Allohning buyrug'iga qarshi ishga undasa, u holda Allohga itoat ustun turadi. Shuningdek, bu tush orqali qabr azobi, gunohlarning kitobi, savob va gunohlar hisob kitobi, do'zax va jannat manzaralari tasvirlanadi. Inson bu dunyoda yashab turgan paytida tavba qilish, o'zini tuzatish va to'g'ri yo'lga qaytish imkoniga ega. Ammo o'limdan keyin bu imkon yo'q bo'ladi. Shuning uchun kechiktirmay Allohga qaytish, gunohlardan voz kechish va haq yo'lni tanlash zarur. Video oxirida Qur'on tilovati va bir mu'minning duosi sabab Allohning rahmati bilan kechirilish mumkinligi ko'rsatiladi. Bu esa birodarlik, duoning qudrati va Allohning cheksiz rahmatini eslatadi. Ushbu tush yashirin qolmasligi, balki boshqalarga yetkazilishi kerak bo'lgan ogohlantirish sifatida taqdim etiladi. Undan maqsad qo'rqitish emas, balki uyg'otish, tavbaga chaqirish va oxiratga jiddiy tayyorlanishga undashdir.